UFC rasman e'lon qildi. 15-avgust kuni Filadelfiyada yana bir tarixiy jang bo'lib o'tadi. Yarim o'rta vazn chempioni Islam Makhachev o'z kamarini divizionning birinchi raqamli da'vogari Ian Machado Garriga qarshi himoya qiladi. Bu Islamning 170 funtdagi ilk chempionlik himoyasi bo'ladi va jang UFC 330 turnirining asosiy voqeasi sifatida o'tkaziladi. Habib Nurmagomedov bir vaqtlar Tony Ferguson haqida shunday degandi: bunday darajadagi zarar qabul qilgan jangchi endi hech qachon avvalgidek bo'la olmaydi. Oradan vaqt o'tdi va ko'pchilik Habibning bu fikri to'g'ri bo'lganini tan oldi. Endi esa muxlislar boshqa bir savolni o'rtaga tashlamoqda. Justin Gaethje bilan bo'lgan dahshatli urushdan keyin Ilya Topuria ham o'zining eng yaxshi versiyasini ortda qoldirdimi yoki bu mag'lubiyatdan yanada kuchliroq qayta oladimi? Ammo bu savolga Ilya Topuria kasalxona palatasidan turib javob berdi. Ko'pchilik uning Justin Gaethjega qarshi jangdan keyin avvalgidek bo'la olmasligini muhokama qilayotgan bir paytda Topuria ijtimoiy tarmoqlarda murojaat qildi va taslim bo'lmaganini bildirib qo'ydi. Bu haqda El Matador jamoasi vakili Pablo Motos xabar berdi. Men bugun ertalab Ilyani ziyorat qildim. Uning ko'z suyagi va burni singan. Shifokorlar uning jarohati ustida ishlayotgan edi. U esa hali ham ko'zlarini to'liq ocha olmayapti. Keyin biz yoz uchun rejalashtirilgan ba'zi ishlar haqida gaplashdik, hazillashdik. Shunda u menga juda yoqqan bir gapni aytdi. Ko'zlarini yumgan holda chempionlar yiqilganda ular qattiq yiqilishadi dedi. Lekin u allaqachon kelajak haqida o'ylamoqda. U menga men Ispaniyada Justin Gaethje bilan revansh jangini o'tkazmoqchiman dedi uning murabbiyi. Conor McGregor Ilya Topuria haqida gapirib o'tdi. Unda xuddi mendagidek tatuirovkalar bor. U ham xuddi shu gaplarni gapiradi. O'sha la'nati harakatlarni qiladi. U yaxshi yigit, menga yoqadi. Men bu holat u bilan sodir bo'lishini bilardim. Zalda seni bunday narsalarga o'rgatishlar kerak. U jang boshlanishi bilanoq qo'llarini past tushirgan holda oldinga yuradi. Buning uchun seni albatta jazolashadi. U oyoqlarda biroz og'ir harakat qiladi. U hali to'liq shakllanib bo'lgan jangchi emas, lekin baribir yaxshi jangchi. Endi unga yuzini davolashga to'g'ri keladi. Yuzi juda qattiq shikastlangan. Men o'zim bunday holatni boshdan kechirmaganman. Oktagonda faqat bir marta shunchalik ko'p qon yo'qotganman. U esa juda qattiq zarba edi. Hozir u juda og'ir holatda. U o'zining ichki kuchini topishi, ruhiy jihatdan chuqur sinovdan o'tishi kerak. Buni uddalay oladimi? Menimcha ha, dedi Conor McGregor. Nima bo'lgan taqdirda ham Conor McGregor bu gaplarni aytishga haqli. Chunki bugungi MMA olodining juda ko'p yulduzlari aynan Conorning janglarini ko'rib ulg'agan. Ilya Topuria ham, Ian Garry ham, boshqa ko'plab mashhur jangchilar ham uning faoliyatidan ilhom olgan. Tan olish kerak, hatto Habib Nurmagomedov va Islam Makhachev ham faoliyatining boshlarida Conorning mashhurligi va muvaffaqiyatlarini kuzatib borgan. Yaqinda Islam Makhachev bilan jang qiladigan Ian Garry esa Conorning eng cho'qqisidagi davrida unga havas qilib yurgan yosh muxlislardan biri edi. Shuning uchun Conorning fikrlarini yoqtirish yoki yoqtirmaslik mumkin. Ammo uning tajribasi va MMA tarixidagi o'rnini inkor etib bo'lmaydi. Bu gaplarni 5-10 yildan beri UFC olamini kuzatib kelayotgan muxlislar juda yaxshi tushunishadi. Sean O'Malley Justin va Ilya jangi haqida gapirdi. Justin Gaethje Ilyaning yuzini ham ruhiyatini ham sindirdi. Bu men ko'rgan eng aqldan ozgan va ilhomlantiruvchi chiqishlardan biri bo'ldi. U tom ma'noda buyuk jangchilardan birini sindirdi. Men doim Ilya Topuriani tarixdagi eng zo'r jangchilardan biri deb hisoblaganman. U hali ham buyuklardan biri, ammo endi mag'lubiyatsizlik aurasini yo'qotdi. Bu esa haqiqatdan ham aql bovar qilmaydigan holat, dedi Sean O'Malley. Sean O'Malleyning fikriga qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Ilya Topuria esa faoliyatdagi ilk mag'lubiyatini qabul qildi. Eng achinarlisi, keyinchalik ma'lum bo'lishicha, jang oqibatida uning yuzining 4-5 joyi singan va u jiddiy jarohatlar olgan. Endi haqiqiy savol bitta. Bu mag'lubiyat va og'ir jarohatlar Topuriani sindiradimi yoki u buyuk chempionlar kabi yanada kuchliroq qaytadimi? Fikrlaringizni video kommentariyasida yozib qoldiring. Sizlar bilan Tahlil MMA kanalida keyingi videolarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr.